Tokta ichiga ishlov berish vaqti yaqinlashyapti, xudo xolasa. Mana shu yomg'ir o'tsin ertaga zudlik bilan bu toklarning orasiga o'tlarni hidini qarang. Artizanlarimiz ana toklar yashnab yotibdi. Sovuq urmagani yashnab yotibdi. Mana toklar yashnab yotibdi. Ana buni chopiq qilamiz endi, chopiq. Bunga endi ishchi kuch kerak. Ishchi kuchi kerak bo'ladi endi. Bunga mana bu motokultivator bilan haydab chiqishimiz kerak. Ishchi kuchi kerak endi bunga. Nasib bo'lsa ishchi kuchi ham bo'ladi. Ana toklar qatarasiga ko'kargan. Buni sovuq urmaganda bu qismini. U qismini sovuq urgan, u ildizdan chiqib kelaveradi endi. U tomonda yana ham uni ko'p yilligi bor. Hozir boramiz unga. Ana toklar qarang qanday chiroyli turibdi. Yana 2 yil bor bunga hosilga kirishga. Hali endi 4 yil bo'ldi. Yana 2 yil bor.